Mana lavhani ham tomosha qilib oldik. Har bir ishning o'ziga yarasha mashaqqati bor. Albatta, to'g'ri aytasiz. San'atni nonini yeyish qiyin deyishadi va bu borada endi kirib kelgan ijodkorlar sifatida Bobur Mirzo, sizni endi ustozlaringiz kimlar? Mana shu sohaga qiziqtirgan, sizga ta'lim bergan. Mana jonli ijrolarni ko'ryapmiz, tinglayapmiz va albatta ertalabdan jonli ijro hammaga emas va albatta uni mahorat bilan ijro qila olish uchun esa alohida bir mehnat kerak, mashaqqat bo'ladi. To'g'rimi? San'at va madaniyat institutida o'qiganman, shu yerni tugatganman. Bu yerdagi ustozlarim O'zbekiston xalq hofizlari Orol Mirzo Safarov, Mashrabjon Ermatov, Abdunabiy Ibragimov va Soyibjon Niyozov kabi ustozlar qo'lida tahsil oldik. Qolaversa, bu yerdagi ustozim mana shu o'qishga kirishimga o'zini hissasini qo'shgan va hozirda ham o'zini maslahatlarini ayamay yordam berib o'rgatayotgan ustozim Ollabergan Ortigov ustozimiz. Shulardan ancha narsalarni o'rganib xizmat qilib kelyapmiz. Albatta, endi ustozlar chig'irig'idan o'ta olish ancha murakkab. Bo'ldi shogird, senga yetadi, yaxshi o'rganibsan. Ana shu sizni eshitdingiz, o'zi tugaganida, to'g'rimi? Va shu o'rinda ham aytib o'tish joizki, san'at bir necha turlarga bo'linadi va asosan qaysi yo'nalishda ijod qilasiz? Shu men Xorazm, asosan Xorazm xalq ashulalari o'zlarimizni ustozlardan Komiljon aka, Otajon akalarni ashulalarini, ustozlarning ashulalarini qo'ldan kelgancha ijro qilishga harakat qilib kelyapmiz. Endi yangi, ya'ni o'zingiz yaratgan qo'shiqlar ham bormi? Ha, o'zlarimiz yaratgan hozirda 5-ashulam tez kunlarda chiqadi. Xorazmcha onalar haqida ashula yaratyapmiz va tez kunlarda chiqadi. Albatta, va mana shu ijod namunalarini yaratishda ham hamkorlik deymiz. Uni kuyini bastalash kerak, so'zini yozish kerak va albatta ustozlar chig'irig'idan uni ham o'tkaza olish kerak. Ha, to'g'ri. Bu borada ham hamkorlar haqida to'xtalsak, ijodiy hamkorlar. Ijodiy hamkorlarimiz Sheyxnazar og'amiz bor, ijodiy Azamat og'alarimiz bilan hamkorlikda shu ashulalarni ishlab kelyapmiz. Xudo xolasa tez kunda xalqimizga taqdim qilamiz. Albatta, eng muhimi sizni endi har bir ijodkorning o'zining yo'nalishi bor-da. Har bir ijodkor o'zining so'zini ayta olishi kerak. Ana shundagina u chinakamiga san'at olamida o'z menini topa oladi. Sizni qaysi yo'nalishda ko'rishimiz mumkin? Kelajakdagi rejalar, ularga ham to'xtalsangiz. Kelajakda xudo xolasa shu eng ko'ngildagi, eng yorqin, eng chiroyli, hamma eshitadigan chiroyli ashulalarni yaratib, shu katta sahnalarda ham konsert berib, xalqimizga xizmat qilish. Endi dasturimiz yakuni uchun qaysi qo'shiqni tayyorladingiz? Dasturimiz yakuni uchun marhum ustozimiz Bomurod aka Hamdamovni lazgisini aytib beramiz. Tayyorgarlik ko'rib turasiz. Biz esa xayrlashib olamiz. Albatta, biz o'z dasturimiz orqali bir-biridan qiziqarli lavha va sahifalarni e'tiboringizga ijodiy jamoamiz bilan havola etdik va o'z dasturimiz orqali sizga eng a'lo kayfiyatni ulashdik desak mubolag'a bo'lmaydi. O'zingizni asrang, sizga oilaviy tinchlik va xotirjamlik tilaymiz. Va albatta eng muhimi yuzingizdan tabassum, qalbingizdan xotirjamlik ketmasin deymiz. Qishning sovuq kunlarida ham qalbingizdan haroratli tuyg'ular aslo tark etmasin. Eng muhimi yaqinlar diydoridan hech kimni mosuvo qilmasin deymiz. Muhimi har bir daqiqamiz, har bir lahzamizdan baxtni tuya olishimiz kerak. Buning uchun esa yaqinlarimizga bir chiroyli tabassum ulashib qo'yishni ham esingizdan chiqarmang. Biz esa dasturimizni yakunlaymiz. Dasturimizga Bobur Mirzo ijrosidagi tarona yakun yasaydi. Marhamat.